Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa mollarni tushirib bo'ldik. Tortmada. Xudo xohlasa mollar arzonini qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa yangi kelyapti. Mana mollar. Oxirgisi rasman. Xudo xohlasa arzonini ko'rsatamiz sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar. Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa bizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pushtig'oq qishlog'iga Farhodjon hoji ukamizni, Muhammadjon hoji ukalarimizni mol firmasiga xudo xolasa aziz do'stlar, mana buqalarimiz, sementallarimiz yetib kelgan 108 ta. Xudo xolasa hozir keyingi yana bitta fura kelib turgani hisobiga biz hozir narxlarni chiqarganimiz yo'q. Hamma nimalarni narxlarni o'sha qolgan boshlari kelgandan keyin Farhodjon pochcha bilan xudo xolasa Muhammadjon hoji ukalarimiz narxlarni qo'yadi. Mana mollarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'ta ham dedik, mana nakkalar, stakan tuyoq, mana saqa tumshuqlarimizdan kelgan o'ta ham chiroyli mollarimiz. Mana yeb ichishlari zo'r. Mana akalar ko'ringlar, mana kimga qanaqa mol bo'ladigan bo'lsa, katta qurbonlik bor buqalarimiz ham bor, xudo xolasa akalar. Bu yerda mana kichkina boqaman deganlariga ham bor. Mana davomi bor buqalarimizni, shuni hisobiga hozir hammasini qo'yganmiz yo'q. Akalar, ukalar, kimga videomiz yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib, bittadan podpiska bo'lib qo'yasizlar. Mana shunaqangi chiroyli mana shunaqa videolarni chiqarib berib turaveramiz sizlarga, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Idi Qurbon hayit bayrami muborak bo'lsin. Opa singillariga ham chiroyli bir tapichka, bu narsalar sovg'a qilinglar. Salomat bo'linglar. Hojon mollarimizni mana вообще zo'ri mana. O'ta yuvosh mana, o'ta yuvosh mana. Mana bularni qarang mana. Shu zo'r mana, cho'kar mollar. Hammasi mana burchakka haydak. Mana burchakka to'playmiz, ha. Va qaratamiz. Ha. Voy, jenlar, bu yoqqa kelinglar. Otabek haydang bu tomonda. Mana hammasini bitta hozir qaratamiz bu tomonga. Hani u tomon sal silab berayotganda haydamay qo'yraga nima bor ekanda. Mana akalar, xudo xolasa, ukajon videoni olib keldik studiyani. Mana mollarimiz kelishni boshladi, xudo xolasa. Akalar, aloqa nomerlarimizni qoldirib ketamiz. Hozir narx chiqib yo'q. O'sha nimalar hoji ukalarimiz kelgandan keyin narxlarni chiqaradi. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xohlasa ikkinchi partiyamizni chiqaryapmiz. Xudo xohlasa like bosib, qarindoshlar gruppalarga tarqatib qo'yaverasizlar. Xudo xohlasa sizlarga hammasini arzon qilib beramiz. Mana ba'zi qo'shnilar ham turibdi. Like bosdi. Mana hurmatli obunachilarimiz, xudo xohlasa uchinchi partiyamiz tushyapti. Ko'rib o'zlari baho beraverasizlar. Xudo xohlasa mollarimiz ko'p, yana ikkita foto tekilyapti. Xudo xohlasa ularni ham arzon qilib beramiz. Like'da yana bosinglar, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Turishni ko'raman, yeyishlarni ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar. Yeyishib bilan yeyapti. O'ta sog'lom. Vallahi hurmatli obunachilar. Vallahi. Xudo xohlasa kelaverasizlar.
Ha, hurmatli obunachilar, xudo xohlasa kelaverasizlar. Hammasidan bor mana. Ba'da mollarimiz keldi. Yana kechga keladi mollarimiz. Xudo xohlasa like bosib qo'yaverasizlar. Kanalimizga obuna bosib qo'yaverasizlar. Xudo xohlasa ijodni boshladik. Yangi mollar chiqaramiz. Xudo xohlasa orzullardan pul bo'shatishga xudo xohlasa beramiz. Shu aka o'qituvchilarni, ashaddiy obunachilarga like bosib qo'yaverasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirib, tanishlarga uchirma qilaverasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Mana, xudo xohlasa yeyishlarni ko'ryapsizlar. Xudo xohlasa to'liq videosini ertaga qo'yamiz, xudo xohlasa.